Men Jumayev Baxshilo, O'zbekiston xalq ustasi, 6-avlod zardozlik vakiliman. Bizning bobolarimiz shu kasb bilan shug'ullanib kelgan. Bobomiz Rajab oqsoqol ishlagan, undan u katta bobomiz Abdurahmonzoda ishlaganlar va biz mana shu kasbni davom ettirib kelyapmiz. Bugungi kunda o'zimizning zardozlik markaziga egamiz, mana shu yerda faoliyat olib boramiz. Endi eng avvalo shu zardozlikning tarixi to'g'risida gapirmoqchiman. Zardozlik tarixi Buxoroda 2000 yillik tarixga ega. 2000 yildan beri Buxoroda zardozlik kasbi bilan shug'ullanib keladilar. Bizning oilamiz mana shu kasbni davom ettirib kelyapti. Endi bugungi ko'rgazma shu Buxoroda 3-zardozlik zargarlik festivali bo'lib o'tmoqda. Mana shu festivalda avvalgi 2 yilda biz hamma qatori ko'cha nimada pavilyonlarda chiqib o'zimizni faoliyatimizni ko'rsatganmiz. Lekin bu 3-festival biz uchun alohida ahamiyatga ega. Chunki bu festivalni biz o'zimizni uyimizga ko'chirib keldik. Sababi bu yil men 70 yoshga kirdim. Bu ko'rgazma mening 70 yoshlik yubileyimga bag'ishlanadi va mana shu ko'rgazmani shu yerda tashkil etishga qaror qildik. Mana bu ko'rgazma asosan 3 bo'limdan iborat. Bugun mana ko'rib turgan birinchi qismi bu 7 go'zal deb ataladi. Aslida bizning go'zallarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz hammasi tabi har xil, har turli ranglarni yaxshi ko'radi. O'sha uchun turli rangdagi ayollarning kiyimlarini ko'rsatdik. 7 ta go'zalni shu yerda ko'rsatishga harakat qildik. Mana bitta go'zalning rangi boshqa rangga o'xshamaydi. Har bittasi o'zining shaxsiy rangi bor. Mana shu uchun bu ko'rgazma bo'limimizni 7 go'zal deb atadik. Va keyingi yana ikkinchi bo'limimiz bor. Bu ham eng ahamiyatli shu ko'rgazmaning asosiy qismlaridan biri. Mana bu yerda asosan bu bo'limi Buxoro to'ylarida zardozlik san'atining namoyishi deb atardik. Chunki Buxoro uylarida, to'ylarida mana shunday xuddi shu yerda o'xshagan barcha jihozlar mana shu to'yga bag'ishlangan bo'ladi. Va bu yerdan hatto biz eng avvalo chimildiq qo'ydik. Bu chimildiqda kelin bilan kuyov birga birinchi marta shu yerda uchrashadi. Chimildiq haligi kunda ham, bugungi kunda ham mana shu chimildiq ishlatiladi bizda. Mana bu chimildiq va yonida ko'rsatganimiz bu kelin libosi va kuyov libosi bu yerda. Keyin undan tashqari uylar zardozlik namoyonlari bilan, so'zanalari bilan bezatiladi. Mana bu yerda o'sha namoyonlarni ham qo'ydik. Bundan tashqari shu Buxoro to'ylarida juda ko'plab zardozlik buyumlari tikiladi. Bu yerda choynak uchun yopqichlar, yelpig'ichlar, mana aylana shaklidagi bo'lishlar, to'rtburchak shaklidagi bo'lishlar. Albatta bizda kelin kuyovning uyiga borayotgan paytda uning sandig'ida albatta Qur'on kitobi bo'ladi. Shuning uchun bu Qur'on kitobini tikamiz. Qur'onni shunday o'zini kitobini emas, buni ichiga solib Qur'onni hurmat bilan kuyovning o'liga o'zining sandig'ida sepida mana shu Qur'on kitobi bo'ladi. Bu yerda peshonabandlar, bosh kiyimlar, turli xil shu zardozlikka oid narsalar ham qo'yilgan. Bular barchasi to'y paytida ko'rsatiladi va to'y paytida kelin bilan kuyovning uyi kichkina zardozlik muzeyiga aylanadi va mana shu yerda bularni barchasini ko'rishimiz mumkin. Hatto bizda farzand kelin bilan kuyov to'y bo'lgandan keyin albatta farzand tug'iladi va bu yerda biz mana o'zimizning beshigimizni ham qo'ydik. Bu beshik albatta bu ham zardozlik bilan tikiladi.
Endi bu beshik to'y bo'lgan paytda kelinning otasi beshik olib boradi kelinni uyiga. Mana shunday beshikning ham bezaklar bilan bezatib olib boradilar. Endi bundan tashqari bu endi ikkinchi qismimiz. Bu yerda yana bitta eksponatimiz bor. Bu eksponatimiz ham mana shu bundan 1991-yilda tikilgan. Bu yerda ham o'sha davrning mahsulotlari, qanday duxovalar ishlatilgani, qanday zar implar ishlatilganini ko'rish mumkin. Umuman bu yerda 40-45 yildan beri bajarilgan ishlarni ko'rsatib o'tganmiz. Butun Buxoro uylari mana shunday zardozlik buyumlari bilan boyitiladi. Va boshqa narsalar devorlarga o'skab o'sib qo'yganmiz. Va yana eng ahamiyatli qismi mana bu kirib kelayotgan joyimiz. Bu katta hajmli namoyonlar bo'limi deb ataladi. Bu yerda endi katta mana shunday o'zimizning tikkan mahsulotlarimizni qo'yganmiz va hamisha biz bu yerga podpis qo'ymaymiz, ismimizni yozmaymiz, lekin bu namoyon tikkan paytda 2020 deb yozib qo'ydik. Buning sababi bor. Sababi shundaki, hammamiz bilamiz, butun dunyoda pandemiya, kasallik, hech kim chiqmaydi, kirmaydi. Biz mana lekin hunarmandlar hech qachon zerikmaydi, o'zini ishini davom ettiraveradi va Rafiqa Muqaddasxon Jumayeva bilan birgalikda mana shu namoyonni o'sha pandemiya yilida tikkanimiz uchun 1 yil davomida shu yozib qo'ydik. 2020 deb. Bu endi asarimiz Anoru angur deb ataladi. Anor bilasiz, o'sha anor, angur degani o'sha uzumimiz. Anoru angur deb ataladi. Mana shunday namoyonni bizlar tikdik. Va keyingi xonamizda ham va bu yerda qarasangiz, bu qo'shtovuz. Bilasizlar, bizning emblema gerbimizda Simur shakli bor, humo qushi shakli bor. Albatta biz tovusni ko'proq ishlatamiz, humoga o'xshatib va mana shunday namoyon paydo bo'lgan. Va mana bu xonadamizda yana yirik hajmli namoyonlarimizni qo'yganmiz. Mana bu katta hajmli namoyonlar. Bular endi hajm jihatdan juda katta namoyonlar. Bular 5 kishi, 6 kishi, 7 oylab, 8 oylab tikadigan katta hajmli narsalarni qo'yganmiz. Mana hozir rasmiga olayotgan bu namoyoningiz, bu namoyonni ismi, nomlanishi bor. Bu bahor deb ataladi. Bahorda yashillik, lolalar ochiladi, gullar ochiladi. Bu bahor deb atalgan namoyonimiz. Bundan tashqari mana bu namoyonimiz. Bu namoyonimiz ham o'zining nomlanishi bor. Nomi shundaki, chor dar chor. 4ga 4 degani. Bu yog'i ham 4 ta madohil, bu yerda ham 4 ta madohil. Chor dar chor. Bizda zardozlikda chor dar chor degan uslubimiz bor. Xuddi shunga mos ravishda bu yerni shu chor dar chor deb namoyonni shu nomini nomladik. Va yana mana bunday namoyonimiz, bu ham shu ko'p mehnat talab qiladigan namoyon hisoblanadi. Bu namoyonning nomi haft rang. Haft rang degani bu 7 rang. Tabiatda 7 rang. Mana shu 7 rangni shu yerda hammasini ko'rsatishga harakat qilganmiz. 7 rang. Va yana bu yerda e'tibor bersangiz, juda chiroyli tikilgan. Bizda 3 yoshda, 5 yoshda sunnat to'yi bo'ladi. Mana shu sunnat to'yi bolasiga qo'yilgan, mana tikilgan maxsus to'nchalarimiz. Undan tashqari yana bahor paytida ilhomlanib mana shunday adirlarni ko'rsatuvchi, kengliklarni ko'rsatuvchi mana bu
to'nimizni tikamiz. Bu to'nni ham bizlar necha oylab davomida tikamiz. Hamda bu yerda biz o'zimizning mahorat darsini ko'plab turistlar keladi. Bu Buxoroning markazi, bizning joyimiz, ko'rsa kirgan joyimiz Buxoroning markazi. Bu yerda albatta Buxoroga kelgan mehmon bizga kirib chiqadi. Shuning uchun albatta ularga Rafiqa Muqaddasxon Jumayeva bilan birgalikda mahorat darslarini ko'rsatamiz. Ularning qanday tikilishidan boshlab, qanday tikilishi, nima asboblar bilan foydalanishimizni ko'rsatamiz. Mana naqshlar chiziladi. Bu ko'rayotgan naqshlaringizni hammasini men chizganman va bular hammasi O'rta Osiyoning o'simliklaridan olingan. Mana shunday naqshlar chiziladi va Buxoroning zardozligining mashhur qilgan bir qaychimiz, mana bu qaychi, maxsus qaychi bilan gullari qadimgi paytda teridan tikilgan. Bugungi paytda biz mana shu kartonni ustidan kesib tayyorlaymiz naqshlarni. Naqshlarni tayyor bo'lgandan keyin hozir ko'rib turganlaringizdek mana xonimiz tikyapti. Muqaddasxon mana shunday oltin iplar bilan bu zardozlikni tikamiz. Oddiygina yog'och mana shunday to'rtburchak shaklda tayyorlaymiz va bu temirdan ichi to'ldiriladi va mana shunday ko'rayotganingizdek to'ldirib tikib boriladi. Mana shu demak zardozlik san'atini oilamiz bilan bugungi kunda ham davom ettirib kelyapmiz. Bu yerda albatta mehmonlarga shu tikilishni ko'rsatamiz va bu yerda xohladim shu fursatdan foydalanib men o'zim 58 yildan beri zardozlik kasbi bilan shug'ullanaman va zardozlik san'ati deb nomlangan kitobini yozganman. Bu 3 tilda, o'zbek, rus, ingliz tilida. Bu kitobning birinchi varaqida ajoyib bir rasmni qo'yganman. Bu rasm mana birinchi varag'i. Bu varaqda birinchida bizning ota bobolarimiz, bizning 6 avlod vakili rasmlari ko'rsatilgan. Xonim Muqaddasxon bilan rasmimizni o'rtaga qo'ydik va bu charxpalak shaklida qo'yilgan hayot davomiyligi, san'at davomiyligi va bu kitobda ko'plab shu zardozlikning tikish uslublarini ko'rsatganman. Bularni turistlarga ham ko'rsatamiz, qanday tikilishini ko'rsatamiz va xonim ham o'zi fikrlarini aytib o'tadi. Bundan oldin bitta ajoyib eksponatni, o'zimizning muzeyimizdagi eksponatni ko'rsatmoqchiman. Bu biz uchun juda qadrli eksponat. Bundan 10 yil oldin mening 60 yillik yubileyim bo'lgan edi. 10 yil oldin mana shu temirchi ustamiz menga mana shu narsani sovg'a qilgan. Bu yerda qushning qanoti sifatida 60 so'zni yozibdi. O'sha uchun men bu juda qadrli hisoblanadi. Qolgan fikrlarni Muqaddasxon davom ettiradilar va o'zimizning oilamiz to'g'risida, ishlari to'g'risida gapirib o'tadilar. Bu kishini ham avvalgi avlodlari, xolalari zardozlik kasbi bilan shug'ullangan. Men ham yoshligimdan shu zarflar bilan naqshlarni tikishni orzu qilar edim, yaxshi ko'rar edim. Yoshligimdan zardozlikka ishtiyoq uyg'onib, shu fabrikada ishga kirganman. U yerda juda ko'p ayollar ishlar edi. Shu bir-birimizga qiziqib, zarflar bilan naqshlar, do'ppilar, ayollar nimchalari, xalatlar, har xil narsalar, buyumlar tikar edik. Endi oila qurib ikkalamiz birga maslahatlashib, mana shu katta-katta panolarni, namoyonlarni tikamiz. Ko'rgazmalarga chiqamiz, festivallarga chiqamiz, birinchi o'rinlarni olib, Xudoga shukr. Biz oilamiz bilan hamma bolalarim, kelinlarim hammalari hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Bizni oilamizda 5 xil hunar bilan shug'ullanamiz. Men turmush o'rtog'im zardo'zi naqshlarini chizadilar va biz tikamiz. Zardo'zi naqshlarini chizib qirqadilar. Biz mana shu namoyonlarni
qanday buyurtma kelsa, shunga qarab naqshlarni taxlab tikamiz. Mani o'zimni shaxsiy yana boshqa hunarim bor. Ipak kashtali narsalar tikaman. Ayollar uchun jeki kostyumlar tikaman, nimchalar tikaman. Kelinim u ham dizayner, ham institutda dars beradi, texnologiya institutida, ham o'zi nimchalar tikib ayollarga kiyimlar tikadi. Qizimiz model tikuvchi, u ham shu ish bilan shug'ullanadi. Katta o'g'limiz miniatyura rassomchilik bilan shug'ullanadi. Kichik o'g'limiz zargar. Mana shu birta oilada 5 ta hunar bilan shug'ullanamiz. Men juda faxrlanaman farzandlarim bilan. Nevaralarim ham o'qishga kiradi, institutlarni bitirib, yana qo'shimcha shu hunarlar bilan shug'ullanadi ular ham.